Benzinli mototsiklga qiziqadigan obunachilar uchun Sarvar akamiz super bonuslar qilib beryapti. Sarvar aka qanaqa bonuslar va qancha yuradi aka bular aka? Haqiqiy mototsikl ishqibozlari uchun aka mototsiklda juda ham injiqlarini, jinnilarini olib kelib qo'ydik. BMW S1000 RR aka 400 kub, tezligi 200 gacha harakatlanadi aka. 200 gacha. Albatta. Va Kawasaki modellarimizni olib kelib qo'yganmiz aka. Xudo xolasa rangi har xil turlilaridan bor aka. BMW S1000 RR da narxini aka $3700 xudo xolasa yana sunnatiga o'tib beramiz. Kawasaki modellarimizni $2950 qilib beramiz. 400 kublik, tezligi 200 gacha chiqadi. ABS tormoz, juda ham aqlli monitor tablolar o'rnatilgan. Zo'r aka. Sensorda boshqarsangiz bo'ladi. Rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, sport rejimiga qo'ysangiz bo'ladi. Tablolarni USB ulasangiz bo'ladi, telefon ulasangiz bo'ladi. Umuman boshqaruv paneli juda ham klass. Xo'p, necha litr rasxod qiladi aka? Rasxod aka 100 ga 5 litr bo'ladi. Faqat 95 dan yuqori benzinda yuradigan mototsikllar. Xo'p, bularda aka qarang, biz obunachilarimiz $2950 mana shu ikkitasini qilib beryapsiz. Ikkitasini qilib beryapman. Xo'p, qolganlarga aloqaga chiqadigan bo'lsa necha puldan bo'ladi o'zi asli narxi? Aka bu ikkitadan tashqari aka o'zi asli bular narxi $3300. Faqatgina shu ikkitaga siz obunachilaringizga $2950 dan chiroyli narx qilib berishadi do'stlar. Aloqaga chiqaversa, pastda nomerlar qoldiradi yoki bo'lsa profilga o'tadigan bo'lsa to'liq ma'lumotni berishadi.